Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqarish quvozlari, chorvash quvozlari, mana bunaqangi toza sarızotli qo'zi sovlig'ish quvozlari. Akalar, navbatdagi quvozlarimiz sovliqlaridan, urg'ochlaridan bo'lsa olaman degan aka-ukalarga go'zallaridan, puli o'ta yengillardan yetib kelgan akalar. Xo'p, bular akalar soni 9 bosh yosh oilalari, 3 oy, 4 oyli atrofida, quloq oshlari uzun-uzun, gazlari ham uzun, butun. Quloqlari butun variantida akalar. O'zini qarang, haqiqiy go'zallardan akalar. Mana imkoniyati zo'r, yosh qo'zi sovliqlardan olib, o'zim qo'l bola qilib chiqarib ko'paytiraman degan aka-ukalarga imkoniyati zo'r akalar. Haqiqiy tiniq hammasi go'zal, simjun, hisori, toza hisori qo'zilar akalar. 9 bosh urg'och akalar, 3 oy 4 oylik. Narxi akalar bo'ladigan joyda akalar 2 million 100 ming so'mdan ketdi. Dastavka xizmati vodiy bo'ylab Toshkentgacha umuman besplatni u yoqga kelishilgan holda yana gaplashaveramiz, aloqa chiqaverasizlar akalar. Mana o'zini haqiqiy go'zallariga kelgan akalar, bosoradigan joyda 9 bosh. Shunday olasiz, bitta qo'chqorni qo'shasiz, bahorga qarabsizki 18 sakta va xolasa egizakchilar chiqib bersa yana Allohning bergani yog'i. Aloqa chiqaverasizlar akalar, va xolasa o'zini haqiqiy go'zal tiniqlariga. Edishlari ham o'ta go'zal. Yo'ldan chiqqan narsaga qaytmaydi. Aloqa chiqaverasizlar akalar, va xolasa o'zini variantlar.